Bugun ertalabdan dalaga qarab yo'l oldim. Albatta, dalamda security kameralar bor va ishchilarim bor, xabardor bo'lib turishadi. Shuning uchun tez xabar olib turaman o'zim ham. Mana sizlar indiyalilar piyozni videoga qo'ysam juda ham ajoyib fikrlar bildirsizlar. Bular haqida hal podrobniy video qilib nimaga shunaqa bo'lganini tushuntirib beraman. Va bugun 2025-yil 1-may holatiga ko'ra Toshkent viloyatida ko'pgina piyozlar mana shunday uchidan kasallangan, hamma xavotirda, vet aptekalarga dehqonlar to'lib ketgan va men bugun ajoyib ishlar qildim. Sizlarga ham shular bo'lishib ketmoqchiman. Marhamat, yana o'zingizlar fikringizni kommentariylarda yozib qoldirasizlar, конечно. Chunki mendan ham usta fermer dehqonlar bor bu yerda. Do'stlar, bundan oldin men shira bilan Redamin Gold aralashtirib bargidan yuvdirgandim, lekin unchalik ta'sir kuchi ega bo'lmaganligi sababli yana onamlarni olib kelib piyoz ko'rsatdim. Onamlar agronomiyaga yaxshi tushunadilar va onamlar aytdilar, endi buni oldin ota-bobolarimiz qilgan ishdi, ya'ni muz kuparosini dedi, mis kuparosini, ya'ni mednik kuparosi eritib dedilar, bargini yuvdirib yuborasan dedilar. Bundan oldin men texnikada uni parnoy qilib yuvdirib yubordim. Anaqasini qarasam, uchlari dirkillab zo'r bo'lib qolgandan keyin yana bir marta повтор yuvdirishga qaror qildim. Xudo xolasa effektini yana sizlar bilan bo'lishaman albatta. Chunki hozir piyoz batvaga o'tirayotgan holatda albatta palak kasalliklarini oldini tez olib turamiz. Palak kasalligi va udobreniyalarini, ya'ni ozuqalarni vaqtida sepib turish kerak, ya'ni tagidan ham ozuqa berish kerak va palagidan ham tez ishlovlarini va berish kerak. Keyin do'stlar, albatta suvga ham xabardor bo'lib turamiz. Bu ertangi piyozni suvdan charchatmash kerak, vaqtida tez suvini berib, masalasi bir oyda hal bo'ladi-da. Shuning uchun tez ishlovlarini beramiz. Yana do'stlar, bir ikkita men o'ylagan yana fikrlar bor. Albatta, mana shu holatda ham ko'p, agar suvdan ko'p marta berib, agar qo'llatib qo'ysanglar ham suv chaqish ehtimoli bor, suv chaqib qo'yishi ham mumkin. O'shaning uchun suvni ham u darajada qo'llatib qo'ymaysizlar. Masalanlarda yer ancha-muncha tosh. Aytmoqchi do'stlar, mis kuparosining elementlarini sizlarga ekranga yozib qo'yib ketaman. Piyozga qanday ishlashini to'g'ri kelsa albatta sizlar ham ishlatib ko'ring. Videoda albatta bug'doyga qachon selitra so'yganim, qanday vaqtda solinsa effekt yaxshi berishini ko'rsatib ketaman. Qo'llab-quvvatlaganinglar uchun alohida tashakkur aytaman va bu videoni albatta piyozchi do'stinglarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Ha, aytgancha do'stlar, yaxshi ma'lumotlarni ko'proq Instagram profilimda berib ketyapman. Обязательно Instagram profilimga fermerka Danoshka deb yozsalaringiz chiqadi. Bemalol o'tib obuna bo'lsalaringiz, shunaqa foydali kontentlarni qilishda davom etaman.